Shuning uchun bu O'zbekistondagi eng chiroyli tog'lar. Tasavvur qiling, shu tog'lar orasida 21 kilometr yugursak. Zomin ultra yugurishga qanaqa o'tganini hozirlik ko'rsataman. Toshkentdan Zomin tog'lariga 6,5 soatlik yo'lni bosib o'tdik. Borgan joyimiz Toshkentdan 10 gradus pastroq ekan. Joylashib oldik. Nomerimizni olib, futbolkani qo'lga kiritgani ketdik. Bu yerda oshlar qilinyapti, tekinga suv, ayron berishyapti. Yoshlikni eslab sheriklar bilan kacheli uchdik. Meni ichim g'alati bo'lib ketib qoldi. Bolalar bilan futbol o'ynadik. Borgan kunimiz kids run bo'ldi. Ota-onasi majburlayotgandek bular yuguryapti. Meni trenerim yana birinchi o'rinni qo'lga kiritdilar. 2 kilometrlik yugurishdan. Men o'zim quyosh botishini ko'rgani chiqdim. Keyin esa boshlanib ketdi. Oxirgi marta lagerda 14 yoshli diskotekaga borganman. Bir yoshlikni eslab jinnilik qildik. Mazza qilib o'ynadik. Kechasi esa issiqqina ramyon. Men uxlagan bo'lsam 3 soat uxladim va ertalab 5:30 da 50 kilometr yuguradiganlarni kuzatgani chiqdim. Zavtrak, issiqqina lapsha va issiqqina kofe. Kechasi bilan qaltirab chiqqanmiz, sinib oldik va 21 kilometrlik yugurishga start oldik. Bizda bu yugurishda himoya bor edi. Ne etsa onaxonlardan duo olganmiz. Bu men uchun yangilik. Shunaqa chiroyli manzarani ko'rish va toza havodan nafas olib yugurish. Bu yugurish men uchun juda oson o'tdi. Nega desa, men sekin yugurdim. Yo'lda banan, turshak, qurt, kola, suv ichib, yeb yugurdik. Bu shohruh 50 kilometr yugurib qo'yapti. Biz birgalikda finish qildik. Nitran gruppamiz poddershkasi juda ham katta. 21 kilometr va bu meni medalim. Bu meni birinchi avtograf qo'yishim. Finish qilib bo'lgandan keyin muzdekkina suvda cho'mildik. Muzdekkina ayron, jizzaxshashlik uyga qaytyapmiz. Siz hayotingizni shunaqangi yashangki, bolalaringizga yetib beradigan voqealar juda ham ko'p bo'lsin. Agar faol hayotga qiziqsangiz, yugurishga qiziqsangiz, menga obuna bo'lishni unutmang.